Abdulloh aka, Xitoy elektromobillarining orasidagi eng chidamli batareyaga ega bo'lgan 3 ta mashinani ayting. Birinchi o'rinda Gakayon 100 ming yursangiz ham 1% tashiydi yoki tashamaydi, uncha-muncha ustaxonaga kirmaydi. Ikkinchi o'rinda Nio avtomobili turadi. Bu Xitoyda ham urvini baland va Xitoyda umrbod batareyasiga garantiya beradi. Uchinchi o'rinda BMW ustaxonaga kiravermaydi, batareyasi bo'yicha. Batareyasi chidamli hisoblanadi. Keyingi savolimiz juda ham aktual tema. Elektromobilni uyda zaryadlagan yaxshimi yoki ko'chada? Обязательно uyda zaryadlagan ham birinchidan arzon tushadi, ham batareyaga zararsiz hisoblanadi. Agar обязательно uyda o'sha stabilizator, antiskachok, zazimlenlarni to'g'ri qilgan bo'lsanglar, domda turadiganlar uchun ko'chada ham zaryadlab tursa bo'ladi, lekin 3-4 marta ko'chada zaryadlagandan keyin обязательно bitta uyga zaryadkaga qo'yinglar, batareyalar ko'proq xizmat qiladi. Keyingi savolimiz zikrchilarning oruli temasi. Bilsangiz, reduktori tez ketib qolibdi bularni. Reduktorini remont qilgan yaxshimi yoki yangi qo'ygan yaxshimi? Yangi qo'ygan yaxshi, chunki bir marta remont qilingandan keyin uni yorilib ketish ehtimoli ko'p bo'lyapti. Ko'pchilikda jalba shuat. Undan ko'ra bitta yangi zakaz qilib qo'ydirib yuborgan yaxshi. Taxminan nech pulga tushadi? O'rta hisobda 9 mingdan 10 ming atrofida tushyapti hozir yangisi, обновленный versiyasi. Abdulloh aka, o'zi elektromobilga chiqqaniga ko'p bo'lmadi. Bu sohada qanchadan beri shug'ullanasiz? Bu sohada 20 yildan beri shug'ullanamiz. Nimaga desangiz, ota kasb elektrikli bo'lgan. Shuning uchun elektromobilga o'tib ketishimiz oson bo'lgan. Elektromobillar bilan to'liq shug'ullanayotganimizga 2 yil bo'lyapti, xudo xolisa. Elektromobil bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Z1 ga murojaat qiling. Videoga like bosib, yaqinlay ulashib qo'yamiz.